TTM 2019 masalalar mavzusini davom etamiz. 31-misolga qoldik. Magazinda birinchi kuni 76% tarvuz sotildi, ikkinchi kuni esa qolgan 54 ta tarvuz sotildi. Shunda 2 kunda 100% tarvuz sotilib bo'lingan, birinchi kuni 76% sotilgan bo'lsa, demak bizlar ikkinchi kuni necha foiz qoladi? 24% tarvuz qoladi. Bu esa 54 dona ekan. 54 dona ekan. Savolda aytadi, birinchi kuni nechta tarvuz sotilgan? Birinchi kuni bizada 76% tarvuz sotiladi. Shuni necha donaligini topib berishimiz kerak ekan. Shuni proporsiya ishlaymiz. Proporsiyaning tenglamasini tuzib olamiz. 24 ko'paygan x teng bo'ladi ekan 76 ko'paygan 54 ta. Bu yerda x teng bo'ladi ekan 76 ko'paygan 54 taqsim 24 ta. Bu tushunarli. Keyingi misol o'tamiz. 32. Sayyoh berilgan yo'lni 1/6 qismini bosib o'tgach, yo'l yarmigacha. Biz bu yerda yo'lni necha ekanligini bilmaymiz. Shu uchun asosiy yo'lni biz belgilab olamiz S da. Asosiy yo'l S bo'lsa, asosiy yo'lni 1/6 qismini bosib o'tgan bo'lsa, biz S ni ko'paytiramiz ekan 1/6 ga. Shundan keyin qarasa yo'lni yarminacha. Yo'lni yarmi bu S taqsim 2. Yarmigacha 16 kilometr qolgan bo'lsa, biz nera 16 ni qo'shamiz. Yo'lni yarmigacha yana 16 kilometr qoldi. Biz qo'shishimiz kerak, bosib o'tgan yo'limizga 16 kilometrni ana oshunda yo'lni yarmini yetib boramiz ekan. Ana ish tenglamani ishlaymiz. Mahraj saylab berib ishlayveramiz bu yerni. Hop. 16 ko'paygan 6 plus S deng 3S desak bo'ladimi? Nerdan kelganini tushundingizlar. Mahraj berdik. Bu yerga 3 berdik, bu yerga 6 berdik. Ana keyin 6 96 teng bo'ladi ekan. Buni yana minus etib o'tiradigan bo'lsak 2 esa S teng bo'ladi ekan C 48 a. Javob. Keyingi misol o'tamiz. Litrda ifodalang debdi. Yaxshi. Litrda ifodalash uchun biza dastlab 1 litrni o'zining tengligini yozib olishimiz kerak. Xo'p. 1 litr bu 1 detsimetr kubadang. Endi bizada 4 detsimetr kub berilgan, o'sha bizada 4 litr bu tayyor. 4 litrimiz aniq. Endi 400 santimetrdan biza litra o'tirishimiz kerak. 400 santimetrni litra o'tirish uchun 400 santimetr kubni biza necha litr ekanligini topishimiz uchun uni boshda detsimetr o'tirishimiz kerak. Detsimetr o'tirish uchun esa biza 1 detsimetrdan necha santimetr borligini yozib olamiz. Ishora yozing. 1 detsimetrda 10 santimetr bo'ladi. Endi bizda kubda kerak-ku. Kubda kerak bo'lgani uchun misolimiz xato ketib qolibdi. Santimetr kvadratda tushibdi. Santimetr kvadrat emas, shu santimetr kub. Santimetr kubga o'tish uchun shunda bularning ikki tarafini ham kubga diklaveramiz. Kubga diklaversak 1 detsimetr kub teng bo'ladi ekan 1000 santimetr kubga. Bizda 400 santimetr kub bor ekan. Shunda biza bu 400 santimetrni detsimetr o'tirish uchun buni bo'lib beramiz ekan 1000 ga. Ana shunda detsimetr o'tadi ekan. Buni aytib ketadigan bo'lsa 0.4 detsimetr kub bo'ladi ekan. Boshda bizda o'zi 4 litr bor edi, yana 0.4 chiqdi. Shunda общий 4.4 litr bo'ladi ekan. 4.4. Hadi. Keyingisini o'tamiz. Ikki shahar orasidagi masofa masshtabli xaritada bu masofa necha santimetrga teng bo'ladi? Yaxshi. Bizada real hayotda 240 kilometr ekanligi berilibdi. Xaritaning masshtabi esa 1 bo'lingan 6 millionmi?
6 milyon ekan. 6 milyonli masshtab ekan. Bu nima degani? Agar bizada 6 milyon santimetr bo'lsa, uni masshtabda 1 santimetr etib beradi ekan. Savolda bizadan santimetrda so'ragan, shunda biza boshda kilometrimizni santimetrga o'tirib olamiz. Realni ko'paytirsak masshtabga xaritaga olib chiqadi dedik. Ana shu formula bo'yicha ishlaymiz. Shunda 240 kilometrni santimetr o'tiramiz. Boshda kilometrdan metr o'tiramiz. 1 kilometrdan 1000 metr bo'lgani uchun 3 tona 0 qo'shaman. Ana biz metr o'tdik. Bu metrda bo'ldi. Endi biz metrdan santimetr o'tiramiz. Santimetr o'tadigan bo'lsak, 1 metrda 100 santimetr bo'lgani uchun yana 2 0 qo'shamiz. Ana biz santimetr o'tdik. Endi shu santimetrni biz masshtabga ko'paytiramiz. Hop, 6 ta 0. Bunda 6 dona 0 ekan. Shunda nollarimiz qisqarib ketdi. 6 ni 24 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 4 ni beradi. Javobimiz 4 santimetr ekan. Keyingi savol o'tamiz. Keyingi savol. Mahsulotning narxi ketma-ket 2 marta oshirilgach, yangi narxi dastlabkisidan 124% oshdi. Yaxshi. Shunda bizda qarasak, faqat foiz berilgan, summa berilmagan. Uning vaziyatda biz o'zlarimizdan narx olishimiz mumkin. Keyingi shu narxni biz $100 deb olaylik. Boshda $100 edi narxi, bu 100% deyiladi. Bu birinchi marta 60% oshirilgan bo'lsa dedi. Ya'ni biz ham buni 60% oshiramiz. O'zi 100 edi, 60% oshirsak, endi 160% bo'lgan. 160 bo'lganda necha dollar bo'lganini topib olamiz. Endi bu yerda proporsiya ishlab bersak, endi bu tushunarli. Уже bu 100 da 100 bo'lib turgan bo'lsa, 160 da 160 bo'ladi. $160 bo'pti. Bu birinchi marta oshirilgandan keyin. Endi savolga qaranglar. Agar ikkinchi marta oshirilgandan keyin 124% oshgan bo'lsa, bu degani boshda biza $100 ni, keyin shuni qizilda yozib ko'rishdim. Boshda biza $100 ni 100% deb olib, keyin uni 124% oshirsak, bu endi 224% bo'ladi. 224% bo'ladi. 224% bo'ldi. Shunda 224% oshgandan keyingi bahasi necha bo'ladi? Yana tushuntirdim. 100% da $100 bo'lib turgan bo'lsa, 124% da shunda 224 bo'ladi. $224 bo'ladi ekan. Xo'p, biz ana topib oldik. Biza birinchi martasida $160 oshganini bilamiz. Ikkinchi martadan keyin $224 bo'lganini bilamiz. Endi savolda nima dedi? Ikkinchi marta necha foiz oshgan? Ya'ni biza $160 ni 100% deb olsak, shuni necha foiz oshirsak $224 chiqadi dedi. Bu dollar edi bu. $124 bo'ladi dedi. Ishi foizini topib berishimiz kerak ekan. Shuni ishlaymiz. Bu mena proporsiya y ko'paygan 160 deng bo'ladi ekan 100 ko'paygan 224 ta. Tenglama ishlab y ni topib qo'yasizlar. Keyingisini o'tamiz. 36. Suv solingan idishdan 80% suv olindi, so'ng yana qolgan suv 25% olindi. Idishdan necha foiz suv qolgan? Yaxshi. Boshda 80%. Bizda idish bor edi. Tasavvuratli shuni idish bor edi. Shu 80% suv olingan dedi. Demak, u boshda to'lib turadi. Mana hamma suv deb qarasak buni. Endi shuni 80% olinsa 20% qoladi-ku. Masalan, taxminan dali 3% qoldi. Bu 100% edi. Endi yana bu yerda 80 olindi, 20 qoldi. Bu 20% bu suvni qolgani bu. Endi shu qolgan 20% nam 25% olinibdi. Ya'ni biza endi
Shu qolgan suvni o'zini nechadir foizini olib tashladik. Qolgan foizi, shu qolgan foizi bu 25% bo'ladi. Endi bu yerda shuning narsa bordan nishab 20% ni ichidan 25% ni oldik degan. Ikkinchi martasida endi 20% qolgan suvimiz 100% deb qaraladi biz uchun. Tushuntiraman. Boshda yana bizada litr berilmagan, quruq foizda so'ralgan. Shunda o'zlarimizdan foiz olsak bo'ladi. Eng zo'ri, yana tushuntirganimdan 100 deb olish. Bizada dali 100 litr suv bor edi. 100 litr suv bu 100% edi bizada. 100 litr suvni 100% desak, uni 80% olib tashalsa 20%imiz qoldi. 20% suvni biz necha litrlikini bilamiz endi. 100 da 100 bo'lib turgan bo'lsa, 20 da 20 bo'ladi. Ana 20 litr chiqibdi. Bu 20 litr ina bu yerda qolgan 20 litr. Ishi 20 litrimiz shu. Endi keyingisida общийsini durishini boshda 20 litr edi deb qarab, shu 20 litrni 100% deb qarab ishlaymiz. 20 litr biz uchun 100% edi. Shuni ham necha foizini olibdi? 25% ni olibdi. Shuning uchun biz endi 25% ni olib tashlaymiz. Bu yerda ikki xil aytish mumkin. Hozir biz 25% ni topib tashlab, uni 20 litrdan olishimiz mumkin. Ikkinchi varianti, men sizlarga taklif etadim, shuni aytib ishlasangizlar tezroq chiqadi degan variantim. Bu 100 dan 25 ni olinglardan necha foiz qolishini topinglar to'g'ri. 75% ni o'zini topib qo'ysak, o'sha javob bizda tayyor bo'ladi. Shunda ishning necha foiz ekanligini topishimiz kerak. Bu yerda proporsiya ishlanadi, proporsiyasini ishlab qo'yarasizlar. 20 ni ko'paytiramiz ekan 75 ga, dang bo'ladi ekan x ni ko'paytiramiz 100 ga. Bo'lib o'tirib topib qo'yaverasizlar. Keyingisini o'tamiz. 37. Agar 8 litr dengiz suvida o'rtacha 300 gram tuz bo'lsa, suvda o'rtacha necha bo'ladi? Bu ham proporsiya, lekin proporsiyaning shuning joyi bor, 8 litrda 300 gram bo'lsa dedi. 8 litrda biza 300 gram tuz bo'lishini bilsak, 5 metr kubda nechalik bo'lishini topishimiz kerak ekan. Necha kilogram? Endi bu kilogramda shu narsalarni ham o'lchovlarni ham e'tibor berish kerak. Birinchi problema. Bizada litrda berilgan, ikkinchi topishimiz kerak bo'lgan narsa metr kubda turibdi. Shunda biz buni birinchi bo'lib, ikkisini ham litrga o'tirib olishimiz kerak bo'ladi. 5 metr kubni necha litrligini topamiz. 1 litr bu 1 detsimetr kub edi. 5 metr kubni shunda biz necha detsimetr bo'lishini topishimiz kerak ekan boshda. 1 metrda 10 detsimetr bor edi. Endi bizlar kubda bo'lgani uchun kubadiklab ko'rsak, 1 metr kubda 1000 detsimetr kub bo'ladi ekan. Shunda 5 metr kubimiz 5000 detsimetr kub bo'ladi ekan. 5000 detsimetr kub esa 5000 litr suv bo'ladi ekan. Chunki biz aytdik 1 litrda 1 detsimetr kub bor dedik. Ana 5000 litr ekan. Shunda biza yozsak bo'ladi. Navda 5 metr kub emas, to'g'ri 5000 litrda. Ana ishurday proporsiyani ishlaymiz. 8 ko'paygan x dang bo'ladi 300 ko'paygan 5000 ga. Biza bu yerda topib olamiz nonni grammini. Bizada kilogramda so'rab turibdi. Davay ishlaymiz yaxshi. X dang bo'ladi ekan 300. Davay men shuni mana aytib yozay. 15 keyin 5 tane 0 bo'ladimi? Da, 3 ni 5 ga ko'paytirdik. 15 keyin 5 tane 0'imiz bor. Taqsim 8. 1000 ni 8 ga bo'lsak biza 125 chiqishini bilamiz. Shunda buni aytib o'chirib, yana bir 125 qoldirib bersak bo'ladi. X teng bo'ladi ekan 125 ko'paygan 1500. Biza gramda topdik. Gramda topib turibmiz. Buni ko'paytiramiz. 125 ko'paygan 15 hisoblab bersak 5 2 keyin
2 1 6 1 2 5 5 7 8 1. Ana bu topib olgan narsamiz necha gram ekanligi. Bizdan so'rab turgan narsa kilogram edi. Bu narsa uchun biz yozib olamiz. 1 kilogramda 1000 gram bor edi deb. Shunda 1 gramda 1 taqsim 1000 kilogram bor. Esa biz yana bu narsani ishlatamiz. X'imiz dengadi 2 dona nollar bor. Shu narsaga endi biz ham buni gramda topib turibmiz. Hozir bu gramda, endi kilogramda topish uchun buni 1000 ga bo'lib beramiz ekan uchun desa 1000 1 gramda 1000 kilo bo'lgan. 1 taqsim 1000 kilo. Xo'p. X'imiz teng bo'ladi. X'imiz teng bo'ladi ekan. 1000 ga bo'lib bersak, bera virgül keladi. Ana javobimiz tayyor. Qaysi javob? D ekan. Keyingi savol o'tamiz. Yaxshi misol. Axborotnomalarning ichidan chiqadigan misol. Ishlashning har xil stili bor, yo'li bor. Bu narsani har kim o'zicha ishlayveradi. Endi biza ishlab o'tirgan misolimiz kasrgamasligi uchun harakat etamiz. Shuning uchun sizlarga yana bir usulni o'rgatib o'taman. Ma'lum bir ishni bir ishchi 18 soatda, ikkinchi ishchi 24 soatda bajardi. Agar shu ishni birinchi ishchi 3 soat ishlagandan keyin unga ikkinchi ishchi qo'shilib, yaxshi. Shunda har qaysini necha ishlatishini topib olishimiz kerak. Bu uchun biz belgilasak bo'ladi. 1 taqsim 18 ishlatadi 1 soatda deb ham. Lekin undan ko'ra bizga kasrsiz aytadigan variantimiz bor. Ya'ni ma'lum bir ish bor edi. Shuni birinchi ishchi 18 soatda bajaradi ekan, ikkinchi ishchi 24 soatda bajaradi ekan. Endi biza shuning ish sonini topishimiz kerak. Bularning ikkisini ham qoldiqsiz bo'linsin. Masalan, bu yerda ekuk topib bersa bo'ladi. Bular uchun ekuk 72 bo'ladi. Ya'ni 72 dona ish bo'lsa, 72 dona ishni birinchi ishchimiz 18 soatda bajaradi. Bu degani bu 1 soatda necha ish bajargan bo'ladi ekan? 4 ish bajargan bo'ladi ekan. Ikkinchi ishchimiz esa 1 soatda 3 ish bajargan bo'ladi ekan. Endi bu ishni har kim o'zicha tushunishi mumkin. Masalan, kimdir 72 dona kursi bor edi, shuni birsi 18 soatda bo'yagan bo'lsa, 1 soatda 4 dona kursini bo'yaydi deb qarasazlar ham bo'ladi. Yaxshi. Har qaysini necha ish etishini topib oldik. Endi savolning ikkinchi qismini o'tamiz. Bajardi. Agar birinchi ishchi 3 soat ishlagandan keyin, ya'ni birinchi ishchimiz 1 soatda 4 ish etib turadi. Shu 3 soat ishlabdi. Shundan keyin unga ikkinchi ishchi qo'shilib, ya'ni birsi o'zi 4 ish etadi, unga ikkinchi qo'shilgan, endi ikkisi birgalikda 4 soat ishlabdi. Shundan keyin ishni qancha qismi bajarilmay qoladi. Xo'p, bu yerda hozir biza topadigan narsamiz bu nechali ish bajarilgani bo'ladi. 1 12 plus bu yerda 7 28 bu 40 chiqadi. 40 bu bajarildi bo'ladi. Bizadan so'rab turgan narsa esa bajarilmay qolgani. O'zi общий ishlarimiz 72 dona edi. Shundan olsak 40 ni, bu 32 dona qoladi. Bu 32 donasi endi bu bajarilmay qolib ketgani bo'ladi. Endi savolga qaraymiz, ishni qancha qismi bajarilmay qolgan. Qism so'raydigan bo'lsa, biza bo'lishimiz kerakligini bilamiz. 32 bu bizada bajarilmay qolgan ish, общий ishlarimiz esa 72 edi. Ya'ni shu kasr bizani bajarilmay qolgan ishimizning qismi hisoblanadi. Buni qisqartirib bersak bo'ladi. Qisqartiradigan bo'lsak, qani che bo'lamiz. Javobda berkutda ekan, unda 4 taqsim 9. Tushunarlimi? Beram, yozib qo'ying. 4 taqsim 9. Keyingi misol o'tamiz. Qisqarmaydigan oddiy kasr. Maxraj suratidan bir katta. Yaxshi. Qisqarmaydigan oddiy kasr degani
bizada x bo'lsa tengda nodir keladi. Bularni esa umumiy bo'luvchisi bo'lmaydi, ya'ni qisqartirib bo'lmaydi. Endi bizlar aytadi, o'nli kasrni suratidan 3 katta. Xo'p, usti suratimiz x bo'lsa, tengimiz shunda x plus 3 bo'ladi. Ana ish yerda biza x o'rnini nodir qo'ysak, bu qisqarmaydigan kasr bo'lishi kerak. Yaxshi. Agar kasrni suratiga 1 ni, mahrajiga 2 ni qo'shsak, yaxshi, bu boshda umumiy kasrimiz edi. Endi shu kasrni suratini 1 qo'shilibdi, mahrajini 2 qo'shilibdi. Hosil bo'lgan kasrning qiymati 2 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni 2 taqsim 3 ga tenglab shu narsani ishlaymiz ekan. Bu ham tenglama bo'lib qoldi. Tenglamani ishlaymiz. 3x plus 3 teng bo'ladi ekan 2x plus 10 x teng bo'ladi ekan 7 ga. Hop, shunda bizning birinchi kasrimizni ko'rinishini bo'ladi ekan 7 taqsim 10 bo'ladi ekan. Bu qisqarmaydigan kasrmi? Ha, to'g'ri keldi shunda. Endi savolda nima dedi? Berilgan kasrning mahraji quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi? Ya'ni bizadan 10 ni so'rab turibdi. 10 qaysi birisine qoldiqsiz bo'linadi shunda turibdi. Javobimiz 5 a. Keyingi savol o'tamiz. Sonlarning o'rta arifmetiki y ning 1/3 qismiga teng bo'lsa, n qiymatini toping. Yaxshi, y ni topamiz. Bu yerda sistema bo'lib ishlanadi narsa ekan. Bizda 4 dona son berilgan. 3, 6, 8 va x 4 dona son berilgan ekan. Biza bilan o'rta arifmetikani topish uchun bir-biriga qo'shamiz. 3 plus 6 plus 8 plus x shularni qo'shdik va 4 ta bo'ldik. Bularni o'rta arifmetika keladi. O'rta arifmetika esa y ni 1/3 qismidan qismida esa endi bu yerda ko'paytiramiz. Yana bo'lamiz deganimni qaramanglar. Bu yerda уже biza nechalik bajarilmay qolganini topdik. Shu uchun asosiy ishga bo'lmadik. Bizada уже bu yerda y ni bari turibdi. Y ni 1/3 qismida esa buni ko'paytiramiz. Shunda y ni 1/3 qismina teng ekan. Yaxshi. Savol shuning bo'lsa debdi. Keyin yana bir tenglik berganmizlar. 3x minus 2y imiz esa 15 ga teng bo'ladi bo'lsa, y ni qiymatini top. Hop, topamiz. Bu yerda обычный sistema hisob-kitob etib tashlayveramiz. Boshda ustini hisoblasak 3 plus 8 11 11 plus x taqsim 4 teng y taqsim 3. Keyin bu yerda mahraj saylab beradigan bo'lsak 33 44 deyatirman. 33 plus 3x teng bo'ladi ekan 4y ga. Biza bu yerdan xolosozlar topib olamiz, olib borib qo'yamizdan hisoblayveramiz. Eng zo'ri bizadan ham so'rab turgan narsasida 3x bormi? Shuning uchun 3x ni o'zini topib olib qo'yamiz novg'adanligini. Bizada 3x teng bo'ladi ekan 4y minus 33 a. Ana biz 3x ni topib oldik. Endi shu narsani novga teng bo'lsa olib borib yana bu yerda 3x ni o'rnina qo'yib beramiz. 3x minus 2y edi. Biz yozamiz 4y minus 33 minus 2y. Tushunarlar? 3x teng yozuvining o'rnina 4y minus 33 qo'yib berdik. Shu narsamiz teng bo'lib turibdi 15 a. Ana shu tenglamani ishlasak y-imiz chiqadi. 2y teng bo'ladi ekan 33 ni bu yana qo'shib o'tirib bersak 8 48 bo'ladi ekan. Y teng bo'ladi ekan 24 ta. Ana javobni chiqardik. Bu javob. Keyingisini o'tamiz. Kasrni mahraji suratidan 8 ga ortiq bo'lib. Kasrni mahraji suratidan 8 ga ortiq bo'lib, ularning yig'indisi 30 ga teng. Bu kasrning suratidan birini ayirib mahrajiga birini qo'shsak, kasrning qiymati quyidagilardan qaysi biriga teng bo'ladi? Yaxshi. Yana yaqin narsa kasrni mahraji suratidan 8 ga ortiq. Ya'ni suratimiz x bo'lsa, mahrajimiz x plus 8 bo'ladi. Va ularning yig'indisi 30 ga teng degani bu yerda suratni va mahrajni yig'indisi aytilayotir. Shunda x plus 8 ni qo'shganimiz teng bo'ladi ekan 30 a.
Bu yerda 2x teng bo'ladi ekan. 8 ni yana minus etib o'tirib bersak, 22 ga x teng bo'ladi ekan 11. Endi savolda aytadi, bu kasrni suratidan birini ayirib, ya'ni boshda kasrimiz nima bo'lgan shunda? X'imiz 11 bo'lgan bo'lsa, 11 bilan 19 bo'lgan ekan. Bu kasrimizni boshdagi original ko'rinishi. Endi aytganini aytamiz. Suratidan birini ayirib, ya'ni 11 minus 1 mahrajiga 1 ni qo'shsak 19 plus 1. Kasrning qiymati quyidagilardan qaysi biriga teng bo'ladi? Yaxshi. Bu 10 taqsim 20 keladi ekan, ya'ni 1 taqsim 2 degani. Qaysi birisine teng bo'ladi? B javobda berilgan ekan. Keyingisini o'tamiz. 42. Matematikadan yozma ish topshirgan o'quvchilarni 1 taqsim 8 qismi. Xo'p, bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda общий sinfdan o'quvchi borligini bermoqda, shuning uchun biz x deb olamiz. Agar sinfdagilarni общий hammasi bu x bo'ladigan bo'lsa, shuni 1 taqsim qismi bu x ni 1 taqsim 8 ga ko'paytirganimiz bo'ladi. Bular nima olganlar ekan? 5 olganlar ekan. Yaxshi. 7 taqsim 12 qismi. Shunda x ni 7 taqsim 12 qismi bular 4 olganlar ekan. 3 baho olganlar esa 5 baho olganlar sondan 6 taga ko'p. 3 ni to'g'ridan to'g'ri bermabdi. 3 baho olganlarimiz 5 baho olganlarning soni x taqsim 8 bo'lsa, shulardan 6 donaga ko'p. Bular 3 baho olganlar ekan. Endi aytadi, agar ikkita o'quvchi 2 olgan bo'lsa, 2 olganlarniki bu aniq ekan. Ikkita o'quvchi 2 olgan bo'lsa, nechta o'quvchi 4 baho olgan? Aha, bizdan so'rab turgan narsasini tushundik. Endi nishatib topamiz. Demak, bizlar boshda x ni o'zi kerak. X nima edi? X bu jami o'quvchilarning soni edi. Shunda biz tenglama tuzib olamiz. Tenglama tuzib olsak, 5 olgan, 4 olgan, 3 olganlarning hammasini qo'shadigan bo'lsak, bular nomini berishi kerak. Общий sinfdagi o'quvchilarning sonini. Shunda x taqsim 8 ga qo'shamiz. 7x taqsim 12 ni qo'shamiz. X taqsim 8 plus 6 ni va qo'shamiz 2 ni. Bu jami o'quvchilar sonini beradi. Bu x edi bizda. Ana shu yerdan x ni topib olishimiz kerak va x ni topib olgandan keyin shu x ni berak kelib qo'yishimiz kerakdan 4 olganlarni topishimiz kerak bo'ladi. O'zlaringiz ishlayib berasizlar. Keyingisini o'tamiz. Karim ota 71 yoshda, uning nabiralarining o'rtacha yoshi. Bunga o'xshash misollarni birinchi qismda ko'rib o'tdik. Birinchidan 30-gacha bo'lgan misollarning orasida Karim otaning nabiralarining o'rtacha yoshi dedi. Bizda nechta nabirasi borligi va ularning yoshlari nechaligi berilmagan. Shuning uchun nabiralarni A, B, S ko'rinishda olamiz. Bu nabiralarning общий yoshlarning yig'indisi bo'lsa, uni o'rtachasi bularning necha dona bo'lsa shunga bo'lib topiladigan o'rta arifmetikana teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda n nabiralarining soni. Nabiralari bilan Karim otaning yoshlari o'rta arifmetika. Ya'ni endi bizlar aytadi, nabiralari A plus B plus C duraveradi, yonini prosta Karim otani ham qo'shibdi. Karim otani 71 yoshdaligini berib qo'yibdi. Endi bularning o'rta arifmetika bo'libdi 26 ga. Boshda bu nabiralarning soni o'zincha edi, n edi, bilmindirdik. Endi ularning yoniga 1 qo'shilgan bo'lsa, endi bu yerda bizani qatnashchilarimizning soni bo'ladi n plus 1. Nabiralari soni bu n plus 1imiz bu Karim ota. Ana biza n plus 1 atdikdan tuzib oldik. Yaxshi, savolda Karim otaning nechta nabirasi bor? Ya'ni bizadan n ni so'rab turibdi o'zi, n ni topib ber dedi. Biza boshda A plus B plus C degan narsamizni navga tengligini topib olamiz. A plus B plus C ya'ni nabiralarining yoshi teng bo'ladi ekan 21 ko'paygan n. Chunki bu mahrajda turgan narsani bu yana ko'paytirib o'tirib berdik. Endi topib olgan narsamizni shu A, B, C ni akkalib bu yerdagi A, B, C ni o'rniga qo'yib beramiz. Shunda 21 n plus 71
taqsim n plus 1 deng bo'ladi ekan 26 ga. Ana 3 tenglamani ishlasangizlar bo'ldi. N chiqadi. 44. Mis, rux va qo'rg'oshindan iborat bo'lgan 15 kilogramlik qotishma tarkibida 20% mis bo'lib. Bizara nima beribdi? Bizara beribdi. Mis, qo'rg'oshin va ruhni aralashmasi 15 kilogram bo'lishini. 15 kilogram bo'lishini beribdi. Endi qotishmaning tarkibida 20% mis bor debdi. Ya'ni bu degani agar biz qotishmaning tarkibini umumiy 100% ni 15 kilogram deb qaraydigan bo'lsak, mis shu yerda 20% ekanman. Bu yerdan o'sha misning og'irligini topib olib bilamiz. Misning og'irligi deng bo'ladi ekan. Bularning ikkisini ko'paytirib 15 ko'paygan 20 taqsim 100 etadigan bo'lsak, bu bilan bu yetib qolsa, keyin bular ketsa, mis teng bo'ladi ekan 3 ga. Misning og'irligini topdik. Bu 3 kilogram ekan. Yaxshi, keyingi savolga qaraymiz. Ruh va qo'rg'oshinning og'irliklari mos ravishda 5:1 nisbatda bo'lsa, xo'p, bu degani qo'rg'oshinni va ruh va qo'rg'oshinni ekan. Xo'p, ruhni va qo'rg'oshinni nisbatlari mos ravishda, ya'ni ruhimiz 5 bo'lishi kerak, chunki ruh bu yerda birinchi berilgan. Bu yerda nisbatda birinchi 5 berilgan. Shu uchun mos ravishda deyilgan. 5 taqsim 1 bo'lishi kerak ekan. Asa biz bu yerda ruhni 5x, qo'rg'oshinni x deb belgilab olamiz. Qotishmadagi ruhning og'irligi misning og'irligidan necha kilogramga ko'p ekanligini top dedi. Shunda biza topadigan narsamiz mis umumiy qotishmaning og'irligi bor, misning og'irligi bor. Bularni olib borib qo'yamiz. Misimiz 3 edi, ruh 5x, qo'rg'oshin x. Bularni qo'shsak 15 kilogramni berishi kerak. Shunda yaxshi ishlayveramiz. 6x teng bo'ladi ekan 12, x teng bo'ladi ekan 2 ga. Biz nomini topib oldik. Bu yerdan mis va ruhning og'irligini topib olamiz. Misimiz 3 bo'lib turgan bo'lsa, ruh teng bo'ladi ekan 5x, ya'ni 10, qo'rg'oshin teng bo'ladi ekan 2 ga. Ana, topib oldik hammasini. Endi savolda berib turibdi, qotishmadagi ruhning og'irligi misning og'irligidan necha kilogramga ko'p? Ruhning og'irligi misning og'irligidan 7 kilogramga ko'p. Keyingisini o'tamiz. 45. 2 sonning yig'indisi 78 ga teng. 2 sonning yig'indisi 78 ga, agar shulardan birini 40%, ikkinchisiniki. Aha. Bu yerda yana nima berib turibdi bizga? Proporsiya berib turibdi. 2 sonning yig'indisi b a plus b. 78. Shu sonlardan birini proporsiya debman, sistema. Shu sonlardan birini 40%, ikkinchisini 1/4 qismina teng. Ya'ni biza a ni 40% ni topsak, a ni 40% degani hozir tushuntiraman. Buni tipa foiz ishlash bilan topsazlar bo'ladi, bo'lmasa tushunib bosasizlar ham bo'ladi. Ikkinchisini 1/4 qismina teng ekan. Ikkinchisi b edi bizda, shunda b/4 ga teng bo'ladi ekan. Sistemani ishlashimiz kerak ekandan berilgan sonlardan kattasini topishimiz kerak ekan. Yaxshi. Endi a ni 40% degan nima degan? A ni 40% degan bu a degan sonimizning o'zi 100 bo'lsa, shuni 40% ni top deganidan buni 40% ni topadigan bo'lsak, x'imiz teng bo'ladi 40 ko'paygan a taqsim 100 ga. Shu yerdan proporsiya ishlab bersak chiqadi. Ya'ni bu nima bo'ladi ekan? A plus b teng 78. A ni 40% bo'ldi bizda. Bularni qisqartirib bersak, 2 taqsim 5 a teng ekan b/4 ga. Yana sizlarga sistema, shu sistemani ishlab qo'yish kerak. O'zlaringiz ishlab berasizlar. Keyingisini o'tamiz. Keyingida A aralashmaning 1 kilogrammi
so'm va aralashmaning 1 kilogrammi so'm va A B aralashmalar mos ravishda 4:1 nisbatda 1 kilogram. Yaxshi. Bu yerda birinchi o'p koridon narsamiz nisbatlari 1/4, 1/1 nisbatda olingan va bu olingan narsalar 1 kilogramma degan ekan. Shunda biza nisbati bo'lgandan keyin A taqsim B'miz teng bo'ladi 4x taqsim x. Bularni shu nisbatda olib turib o'pshi qarasak, ya'ni 4x bilan x ni umumiy qo'shadigan bo'lsak, bu 1 kilogramni beradi ekan. Biza bu x ni har xil qarashimiz mumkin. Masalan, deylik bu bir qism. Ya'ni biza do'konga borib turib shokolad olacakmiz. Qaysidir shokoladimiz 12.000 so'm, qaysidir shokoladimiz 18.000 so'm. İki shokoladni aralashtirib, lekin 1 kilo olacakmiz. Uchun esa 1 kilo 2 deyildi. Prosta ikkisidan aralashtirib deyildi. Ana buning vaqtida har qaysidan ma'lum bir nisbatda olingan, bu nisbatimiz bizning bir qismimiz. Birinchi shokoladdan 4 qism olganmiz, ikkinchi shokoladdan 1 qism olganmiz. Shunda biza x ni, ya'ni bir qismimizda necha gram bog'liqini topishimiz kerak umumiy bahoni hisoblash uchun. Yaxshi. İşleyimiz. Umumiy dedik, demek 5x'imiz 1 kilogramni beradi ekan. 1 kilogramni beradi ekan. Shunda x teng bo'ladi ekan 1 taqsim 5 kilogramma. Yaxshi. A'dan 4 qism deyildi. Ya'ni A nima bo'ladi bizda? A bu 1200 so'm edi. 1200 so'mni 1 kilogram edi-ku bu. Biza 1 kilogram emas 4x nisbatda olamiz. Shunda buni 4x etsak, x'imiz o'zi 1 taqsim 5 edi. 4x etadigan bo'lsak, endi bu 4 taqsim 5 bo'ladi. Shunga qo'shamiz. Noni 18.000 so'mlik shokoladimizdan bir qismni, ya'ni bizning bir qismimiz bu bir nisbat 1 taqsim 5 ni. Buni ko'paytiramiz 1 taqsim 5. Ana shunda bizda общий necha so'm bo'lgani kelib chiqadi ekan. Общий summa deb qo'yaveradi. Ana ishorni ishlashimiz kerak ekan. O'zlaringiz ishlab qo'yasizlar. Keyin yaxshi. 47. Bitta daftar 600 so'm va u bitta qalamning narxidan 400 so'mga qimmat. Yaxshi. Daftar 600 so'm, qalam shunda 200 so'm. 400 so'm qimmat chunki. O'quvchi 3600 so'mga daftar va qalam sotib oldi. Quyidagi keltirilgan sonlardan qaysi birisi? Yaxshi qaranglar, bu yerda 360 degan narsamiz bor. Bu 360 общий xarajatni bildirishi kerak. Ya'ni sizlarga 360 dedimmi? 3600. 3600 so'm pul berildi va shart qo'yildi. Daftar va qalam ekka deb. Lekin sharti zdacha ekkamaslik kerak. Qaytimsiz sen 3600 so'mdan hammasini borib qalam bilan daftar olishing kerak. Lekin zdachi bo'lmasligi kerak. Yana sharti, sen faqat qalam ekkalishing mumkin emas. Albatta daftar ham bo'lishi kerak. Yo tarsaki, sen faqat daftar ekkalishing mumkin emas, albatta qalam ham bo'lishi kerak. Ana shularni hisobga olib, qaysi javob to'g'ri kelishini bilamiz. Masalan, davay bize tasavvuratali A javob deb. Qalamni soni bo'la oladi deb turibdi. Qalamlarning soni bo'la oladi. Shunda bize 4 tane qalam olgan bo'lsak, 4 tane qalamimiz 200 so'mdan bu 800 so'm bo'lgan bo'ladimi? 800 so'm bo'lgan bo'ladi. Bize 600 so'mdan nechadir dona daftar olishimiz kerakdan, buni yanına 800 so'm qo'shishimiz kerak. Qalama ketgan pullarni 3600 so'm bo'lishi kerak ekan deb qaraymiz. Keyin ina bu 600 so'm teng bo'ladi. Nega? Bu yana minus etib o'tirib bersak 2800 so'm ekan. 2800 so'm. Nollarni qisqartirib bersak 28 ni 6'ga bölüp 1000 qoladi. 28 taqsim 6. Sizlar yarım daftar ekkalishlarınız mümkün emasdan. Shu uchun bu xato. A variant doğru gelmedi. Shunday deb doğru variantni topib ko'ramiz. Bu yerda adashmasam C variant doğru gelishi kerak. 3 tane. 3 tane daftar, 3 tane qalam
bu 200 so'mdan 600 so'm bo'ladi. Yaxshi. Endi biza 600 so'mdan necha dona daftar olib, shuni yonina qalam uchun ketgan 600 so'mni ko'rsak, 3600 so'm pul to'laymiz degan narsani tekshirib ko'ramiz. 600 da dang bo'ladi ekan 3000 so'm. Endi bu yerda bo'linadigan narsa keldi. Dang bo'ladi ekan 5 a. 5 dona daftar olsak bo'ladi ekan, 3 dona qalam bilan birgalikda. Javobimiz C ekan. Keyingisini o'tamiz. 48. A ni 18%, 60 ni 3 taqsim 5 qismiga teng. A ni 18%. 60 ni 3 taqsim 2 ga. A ni 18% ni topib olali boshda. A ni o'zini biza 100% deb qaraydigan bo'lsak, uni 18% ni topish kerak. Bu 18A taqsim 100 ni beradi. Ana bu A ni 18%. Endi aytgan narsani yozamiz. A ni 18%, ya'ni 18A taqsim 100 deng bo'ladi ekan 60 ni 3 taqsim 5 qismini. 60 ko'paygan 3 taqsim 5 a. Shuning bo'lsa, A ni qismi 15 sondan qanchaga yo'q. Yaxshi, uchun boshda A ni o'zini topib olishimiz kerak. Bu yerdan A ni topib olamiz. 60 bilan qisqartirsak bu yerda 12 qoladi. 12 ni 3 ga ko'paytirsak esa 36 ni beradi. 18A taqsim 100 teng bo'ladi ekan 36 va 36 bilan 18 ni ham qisqartirib beradigan bo'lsak bu yerda 2 qoladi. A teng bo'ladi ekan 200 a. A'miz 200 a teng bo'ldi. Endi savolga o'tamiz. Savolda bizlar nima dedi? A ni 1 taqsim 5 qismi dedi. Ya'ni A sonini 1 taqsim 5 qismi desa 200 ni ko'paytiramiz ekan 1 taqsim 5 a. Ana bizga chiqadi ekan 40. Shu 15 sonidan qanchaga ko'p? Ya'ni 40 ni biza 15 ni minus etib tashlaymiz 40 dan. Bu yerda keladi ekan 25. Javobimiz D bo'ladi ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Ishchi birinchi kuni ish normasini 1 taqsim 4 qismini bajardi. Ikkinchi kuni birinchi kun bajargan ishini 1 taqsim 8 qismicha ko'p bajardi. Shu 2 kunda qancha bajargan? Yaxshi. Ishchi birinchi kuni ish normasini 1 taqsim 4 qismini, ya'ni ish normasini biza x deb qaraydigan bo'lsak, birinchi kuni x taqsim 4 ni bajargan. Ana bu birinchi kun ishlagani. Ikkinchi kun esa birinchi kun ishlaganini birinchi kun nechalik ishlaydi? X taqsim 4 ishlaydi. Shuni 1 taqsim 8 qismicha ko'p ishlagan. Bu topgan narsamiz, ish topgan narsamiz. Nechalik ko'pligi? Endi nodan ko'p u. Birinchi kungidan ko'p. Shu uchun nodan ko'p bo'lsa, uni yoniga qo'shamiz. Ana endi bu ikkinchi kun ishlagani bo'ladi. Ya'ni tushunarlimi nima bo'lgani? Birinchi kungini 1 taqsim 8 qismicha ko'p. Bu ko'plikni, nechalik ko'pligini topdik. Ina ishi durishi nechalik ko'pligi, lekin nodan ko'p u. Birinchi kungidan ko'p. Shu uchun birinchi kungini ham qo'shtirib, nechalik ko'pligini qo'shsak, общий ikkinchi kun necha ishlatganiga kelib chiqadi. Ana biza buni qo'shsak, 2 kunda necha ishlatganligiga kelib chiqadi. X taqsim 4 plus x taqsim 32 plus x taqsim 4 keladi. Bu narsani hisoblab beradigan bo'lsak, 8, 8, 16, 17 taqsim 32 x keladi ekan. Savolda nima dedi? 2 kunda qancha bajargan? Bo'ldi, bajarilganini so'rab turibdi ekan o'zi. 17 taqsim 32 bo'ladi ekan. 50 mis va ruhdan iborat qotishmaning massasi 18 kilogramm. Qotishmani 60% ni ruh tashkil qiladi. Qotishmani 50% ni mis tashkil qilishi uchun. Yaxshi. Bu yerda bizlar aytadi, mis va ruhdan aralashib 18 kilogrammlik narsa yasabdilar. Endi aytadi, qotishmani 60% ni ruh tashkil etadi. Yaxshi. Shunda qotishmani o'zi 18 kilogramm edi. Bu 100% ku. Shuni 60% bir ruh ekan. Shunda biz ruhni topib olsak bo'ladi nechaligini? 18 ko'paygan 60 taqsim 100 bo'ladi. Inob bilan inob ketsa,
Keyin bu yon tarafini ko'paytirib 10 kasrda topib qo'yamiz. 8 8 bo'ladi ekan. Ana biza ruhni necha tengligini topib oldik. Bu narsa dursun shu yerda. Ruhni nechaligini topib oldik. Endi nishlatamiz? Savolga qaraymiz. Qotishmaning 50% ni mis tashkil qilish uchun unga qancha mis qo'shish kerak? Yaxshi. Hozir qotishmada 60% bormi? Ruh u degani mis necha berdi degani? U degani misimiz hozir bizda 40% ni tashkil etib turibdi degani. Hozir shu misni o'zini topib oladi nechaligini? Ya'ni общий og'irligi 18 edi. Shundan olsak 18 ni bu misni berishi kerak. Ruhni og'irligini olib tashlasak, shunda misimiz teng bo'ladi ekan. 7 Ana misni og'irligini topdik. Endi savolga yana bir marta qaraymiz. Qotishmada 50% mis tashkil qilish uchun 50% dedi. Bunga ko'ra qo'shiladi, bundan olinmaydi hech narsa. Demak, hech narsa olinmasa bizda o'zgarmas narsa aniq. Ruhni og'irligi bu o'zgarmaydi. Ruhni og'irligi o'zgarmagan holda faqat mis qo'shiladi va endi mis bilan ruhni og'irligi teng bo'lib qolishi kerak. Nechun? 50% da qo'ygan uchun 50% da ham bu ikkisi ham bir xil nisbatda olingan, teng olingan degani-ku. Shunda biz ikkisini bir-birine teng bo'lishi uchun misni nechalik qo'shishimiz kerakligini topib olishimiz kerak-da. 18 ga teng bo'lishi uchun 7 ga men nechalik qo'shin degan savol bu. Ana o'sha narsani ishlaysizlar. Endi faqat bu 50% bo'lgan vaqtida bir-birine tenglash kerak deb tushunib qolmanglar. Boshqacha foizlar ham berish mumkin. Shu uchun buni aytib qaranglar. Bu yerda o'zgarmas narsamiz aniq-ku. Ruhni og'irligi o'zgarmaydi. Lekin foiz o'zgaradi. Ya'ni agar bizda 50% so'ragan bo'lsa, ruh 60 edi, endi 50 bo'lib qoladi. Agar 70% so'rasa, endi qotishmadagi ruhni foizi necha tushib qoladi? 30 ga tushib qoladi. Biz shu berilgan sonni 30% etib ishlashimiz kerak bo'ladi. Bizning o'zgarmas qiymatimiz faqat ruh bo'ladi. Shunga qarab ishlanadi misol. Yaxshi, keyingisini o'tamiz. 51 51 ni qarasak, qisqarmaydigan kasrning sur'atini 3 ga orttirsa deydi. Shunda qisqarmaydigan kasrni biza x taqsim y da bo'lsak, yine kasrimiz asosiy 3 ga orttirsa deydi. Ya'ni x plus 3 bo'lsa, kasrning qiymati 6 taqsim 7 ga teng bo'ladi ekan. Maxraji 2 ga kamaytirilsa, x taqsim y edi-ku. Maxraji 2 ga kamaytirilsa, kasrning qiymati 3 taqsim 4 ga teng bo'ladi ekan. Berilgan kasrning qismini top. Yaxshi, uchun boshda kasrni o'zini topishimiz kerak. Bu sistema aytib ishlaydigan bo'lsak, 7x plus 21 teng bo'ladi ekan 6y ga. Bu yerda 4x teng bo'ladi ekan 3y minus 6 ga. Endi bu narsani qo'shirlashtirib taxlab bersak ham, masalan bir tarafa o'tirib 7x minus 6y teng bo'ladi minus 21. Shuni aytib ishlayveradi. 4x minus 3y teng bo'ladi ekan minus 6 ga. Ana ish sistemani ishlashimiz kerak. Endi mana pasini minus 2 ga ko'paytirib beradigan bo'lsak, nima keladi bizda? Pasini minus 2 ga ko'paytirib bersak, shuni davomi. Mana yozyapman. Pasini ko'paytirib bersak 7x minus 6y teng bo'ladi ekan 21 minusdan. Pastda esa 8 minus 8x plus 6y teng bo'ladi ekan 12 ga. Qani. Endi bularni qo'shib bersak bo'ladi. Bularni qo'shib bersak minus x teng bo'ladi ekan, yana bular qisqarib ketsa, nova 21 9 ami? Minus 9 ga x teng bo'ldi 9 ga. Ana x ni topib oldik. Endi bu x ni olib borib qo'yamizda, y ni topib olamiz. Любойni olib borib qo'yamiz. Masalan,
Ina bir 2 kap koyamiz. 5x ni 2 kap ina buna qo'yib beramiz. 4x adi shunda 36 minus 3y teng bo'ladi ekan minus 6 ga. Keyin minus 3y teng bo'ladi ekan minusdan 42 ga. Y teng bo'ladi ekan plusda endi minusni minusga bo'lsak 14 ta. Ana buni ham topdik. Ikkita javobimiz bor. Birisi x x'imiz, bunda y'imiz. Endi savolni o'tamiz. Kasrni qismini toping. Yaxshi. Kasrimiz shunda, voy. Kasrimizning ko'rinishi shunda 9 taqsim 14 ekan. Shuni 7 bilan 27 ga ko'paytirganmiz, so'rab turibdi ekan. Qisqartirsak 2, balani qisqartirsak pastda 3 qoladi. 1 taqsim 6 bo'ladi ekan. Javobimiz B. Keyingisi. Yog'liligi 5% bo'lgan 12 litr sut bilan yog'liligi 2% bo'lgan 1 litr sutni aralashtirsa yog'liligi 4/4 bo'lgan sut hosil bo'ladi. Bu konsentratsiyani formulasi, bu yerda boshda konsentratsiyaning formulasini o'zini yozib bering sizlar. Konsentratsiya formulasi A dan x foiz plus B dan y foiz taqsim A plus B teng K. Konsentratsiya bo'ladi. Bu foizda bo'ladi endi bu. Ana shu narsamiz bu formula konsentratsiyani. Endi bu yerda A novi, B novi hammasini birma-bir bunda yozib olamiz. A, B birinchi mahsulotimizning massasi bo'ladi. Ya'ni bizada bunda bir turibdi 12 litrda turibdi. Shunda A teng 12. A ni foizi esa biz uchun x bo'ladi. X teng ekan 5 ga. Keyin B ikkinchi mahsulotimizning og'irligi bo'ladi. Ikkinchi mahsulotimiz yo'q. O'zi B ni biza topishimiz kerak ekan. Uni lekin foizi bor ekan bizda 2% ekan. Y teng 2 ga. Keyin yana nima bor bizda? Bizda K bor. Konsentratsiyasi hosil bo'lgani bor уже. 4/4 bo'lgan ekan. Ana bo'ldi, shu narsani ham formula joylashtirib chiqamiz, tamom. Yaxshi. A 12 ko'paygan 5 plus B yo'q bizda, B ko'paygan 2 taqsim A bizda 12, B yo'q, teng bo'ladi ekan konsentratsiyasi 4/4. Ana shu tenglamani ishlab qo'ysangizlar B chiqadi. B ikkinchi narsani og'irligi endi bu yerda litri. Keyingi savol. 20% 40% eritmani aralashtirib hosil bo'ldi. Eritmada necha grammdan aralashtirilgan? Bu yerda bizga nol narsa beradi. Bizga berib turibdi. Yana yangi narsamiz A teng nolg'aligi yo'q. Lekin x teng 20 ga, B teng nolg'aligi yo'q, lekin y teng 40 ga. Konsentratsiyamiz bor. Bu 34. Endi shu yerda savol bordan inobilani tushundik yaxshi novligini. 500 novi. 500 B konsentratsiyada qatnashgan umumiy og'irlik, ya'ni A plus B. A plus B toza hosil bo'lgan aralashmani o'lchami. Bu har qaysini o'lchamini отдельно qarasang, o'zini konsentratsiyasi, o'zini foizi bor. Endi ularning konsentratsiyasi uchun bir-birini aralashtiradi. Aralashtirgandan keyin ularning massasi bir-biriga qo'shiladi va konsentratsiyaning foizi o'zgaradi. Buni foizi 34 bo'pti. Og'irligi esa 500 gram bo'pti. Endi savol beribdi. Har qaysini necha grammdan olingan? A bilan B ni so'rab turibdi ekan bizdan. Yaxshi. Bu uchun boshda biza konsentratsiyaning formulasini qo'yib olamiz. Konsentratsiyaning formulasini qo'yib olsak, A ko'paygan 20
plus b ko'paygan 40 taqsim a plus b edi. A plus b'miz bor 500 deng ekan konsentratsiya foizini 30 a. Ana shu narsa keyin yana nima bor bizda? A plus b ni 500 ekanligi bor. Ana shu ikkisini yana sistema aytamiz. Hop. A ko'paygan 20 davay shuni 20 qavsdan tashqariga chiqarib beringda. 20 qavsdan tashqariga chiqarib bersam A plus 2b taqsim nima keladi? 500 ko'paygan 34 ta bo'ladi. 0 bilan 0 ni keltirsam bo'ladi. Bu 2 bilan buni keltirsam bu yerda 25 qoladi. Ya'ni A plus 2b deng bo'ladi ekan 34 ko'paygan 25 a. Ana inovativ bobzada keyin inovativ bobzada shu ikkisini sistema aytib bersak bo'ldi. A plus b deng 500 A plus 2b deng 34 ko'paygan 25. Ana shuni ishlanglar bo'ldi. Buni o'zlaringiz ishlayasizlar. Keyingisini o'tamiz. 54. 54. 1 gektar maydon o'rtacha 0.6 sm zo'rg'a ekildi. Masshtabli xarita bo'yi yana shaklidagi yer. Birinchi bo'lib bizlarga kerak bo'ladi gektar novi, sentner novi. Bu narsalarni yozib beramiz ishora. 1 gektar bu yuzani o'lchov birligi. Yuzani o'lchaydi bu. 1 gektarimiz 10.000 metr kvadratga teng. Bu tushunarli. 1 sentner novi. 1 sentner bu og'irlik o'lchov birligi. 100 kilogramm 1 sentnerni beradi. Ana sentner va gektarlarni bilib oldik. Endi misol o'tamiz. Misolda bizlarga aytadi 1 gektara 0.6 sentner yetadi dedi. Shunda 1 gektara 0.6 sentner yetsa 1 gektara shuning yetsa yana berini shundan necha gektar ekanligini topishimiz kerak ekanni. Topamiz. Bu yer maydonimizning xaritada 20 eni 12 mana shaklda berilgan ekan. Mana berilgan ekan. Ana. Bu eni 12 bo'yi 20 ekan. Bu santimetrda turibdi endi. Bu santimetrda turgan bo'lsa, buni masshtabi bor. Masshtabini qarasangizlar 1 10.000 bo'lib turibdi ekan. Ya'ni buni real hayotda o'tiradigan bo'lsak 10.000 ga ko'paytirib chiqishimiz kerak-da. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ana biz endi buni real hayotdagi santimetrni topdik. Real hayotda necha santimetr ekanligi. Endi buni yuzasini topib beramiz. Yuzasi bir A bir B bo'lsa S teng A ko'paygan B orqali topiladi. Shunda bularni ko'paytiradigan bo'lsak 24 keyin bunda 5 dona tak 1 2 3 4 5 bunda 4 dona 0 bor 1 2 3 4 bu santimetr kvadratda chiqdi. Bizlarga gektar kerak. Gektarni metr kvadrat ekanligini bilamiz. Shunda buni metr kvadratga o'tiramiz. 1 metrda 100 santimetr bor edi. 1 metr kvadratda endi 10.000 santimetr kvadrat bo'ladi ekan. Shunisi 2 ham kvadratda deklab berdik. Shunda buni metr kvadratga o'tirish uchun orqadan 4 dona nolni o'chiramiz. Ina ketdi. Endi bizda shuning narsa keldi. Necha nol bor? 5 mi? Yana bu metr kvadratda keldi. Metr kvadratni ham gektar o'tiramiz. Gektar o'tirayotgan vaqtda ko'rdik. 1 gektar 10.000 metr kvadrat edi. Yana 4 dona nolni o'chiramiz ekan. U degani 240 gektardan ekan. Ana biz yuzasini topdik. Shu berilgan maydonimizning yuzasi 240 gektar ekan. Endi bizda aytiryapti, har gektara 0.6 sentner ketdi. Shunda 240 ni ko'paytiramiz ekan 0.6 ga. Ana bo'ldi.
Sizlarga javob. Keyingisini o'tamiz. Masofa 5% ga orttirilib masofa 5% ga orttirilib tezlik 30% ga kamaytirilsa harakatlanish vaqti necha foizga ortadi? Bu yerda eng zo'r narsa biza foizini topib biladigan sonlarimizdan qo'yish. Foizini topib biladigan demayman, topish osonroq bo'lgandan s teng v ko'paygan t edi. Masofa ortgan, tezlik ortgan, tezlik kamaygan, harakatlanish vaqti nechga o'zgaradi? S bu masofa, v tezlik bo'ladigan bo'lsa, s ni 5% orttiradigan bo'lsak, shunda biz davay olali s ni 100 deb, v ni olali 10 deb, shunda t'miz ham 10 bo'lib qoladi-da. Bu boshda o'zini ichib bo'lib turadi degan narsamiz bo'ladi. Prosta takbirda son berdik. Quri foiz berilgan bo'lsa, son qo'yish mumkin. Eng oson varianti bu sizlar uchun. Mana son qo'ymay ham ishlasa bo'ladi, uni ham ko'rsataman hozir. Endi shartini bajaramiz. Masofa 5% ortdi. Ya'ni bu boshda 100 edi, 100 edi. Endi uni 5% ortdi. Ya'ni 5% ortsa 105 bo'ladimi oxir? Bu 105. Keyin aytadi, tezlik 30% ga kamaydi. Tezlik 10 edi. 10 bu 100% bo'lib turgan bo'lsa, uni 30% ga kamaytirgan bo'lsang, endi u 70 bo'ladi-da. Buni topish kerak. 10 agar 100 bo'lib turgan bo'lsa, 70 bu 7 bo'ladi. Shunda bu 7 bo'ladi. Ana ko'paygan t ni nechga o'zgarganini topishimiz kerak. T deb turaveramizdan 3 tenglamani ishlaymiz. T teng bo'ladi 105 taqsim 7 ga. T teng bo'ladi ekan nechaga? 10 5 mi? 15 ga. T 15 bo'libdi. Endi necha foizga ortdi deb turibdi. Boshda t o'zini oladi. Boshda 10 edi. Buni 100% deb qaraymiz. Endi necha foizga ortdi? Agar u 15 bo'lgan bo'lsa desa, ishordagi foizini topishimiz kerak-da, sepamini. 10 bu 100% bo'lib turgan bo'lsa, 15 bu 150% bo'ladi. 150% bo'ladi. Necha foizga o'sgan shunda boshda 100 edi, endi 150 bo'lgan bo'lsa, to'g'ri 50% ga o'sgan bo'ladi. Endi ikkinchi variantini ko'rib chiqamiz. Son bermindirib ishlasak nechik bo'ladi? 5% ortdi, keyin 30% ga kamaydi degan narsani. Bu vaqtida biz s ni 100% deb qarashimiz kerak bo'ladi-da, buni 5% orttirsak, 105% bo'ladi deb turib, shuni topishimiz kerak boshda. Bu yon taraf aloqasi yo'q buni. Masalan, endi a bo'ladi. Bu nechik bo'ladi? 105 taqsim 100 s teng a bo'ladi-da. Bu ana 5% ortgani. Shunda 10,5 bo'ladi. 10,5 mi? Yo'q, nima dedim men buni? 1,05 s bo'ladi. Navga arga 20% ga kamaytirildi. O'zi v edi, v ni 100% deb qaradim. Keyin masalan buni b deb turali. Bu 30% ga kamaysa 70% bo'ladi. Endi buni topasan, buni topadigan bo'lsang 70 taqsim 100 v bo'ladi-da. Endi ko'paytirib bo'lib o'tirib bersang. Ana teng b ga. Bu deganing ham nima bo'ladi endi? 0,7 v teng b bo'ladi. Ana a bilan b bilan endi bizda o'zgarganlaridan shu uchun ham bunda ishlamadim, sal murakkabroq bo'lib ketadi. 1,05 s teng bo'lib turibdi 0,7 v ko'paygan nechikdir bir o'zgaradi-ku. X ko'paygan t bo'ladi. Ana shuni aytib ishlanishi kerak bo'ladi. Shu uchun ham b variantdan ko'ra bizlara son berib ishlagan osonroq, qulayroq va tezroq chiqadi. Bom xato emas, bom chiqadi ishlasangizlar. Prosta ish ko'proq. Yaxshi. Farhod, Anvar va Jahongir birgalikda so'm yig'ishdi. Farhod, Anvar, Jahongir birgalikda. Shunda
Farhod, Anvar va Jahongir birgalikda 5708 nima dedim buni? Farhod, Anvar va Jahongir birgalikda 5708 kilogramm uzum yig'ishdi. Men so'm dedimmi, pul yig'ishdi dedimmi? Anvar Farhodga nisbatan kilogramm ko'p. Anvar Farhodga nisbatan kilogramm ko'p desa, biz kamini qo'shamiz. Farhodga 204 kilogramm qo'shsak, ikkisi teng bo'ladi ekan. Jahongir esa Farhod bilan Anvarni birgalikda yig'indisidan, Jahongir esa dedi, Anvar bilan Farhodni birgalikda yig'indisidan, Anvar bilan Farhodni birgalikda yig'indisidan kilogramm kam yig'di. Kam bo'lsa, kamini qo'shar edik. Shunda Jahongirga qo'shamiz ekan 26 ni. Ana shuning tenglik keladi ekan. Anvar va Jahongir birgalikda necha kilogramm terishgan? A plus J ni so'rab turibdi bizda. Shuning narsaga. Yaxshi. Bizda nima geldi? Bizda geldi. A deng F plus 204. Keyin buni ham A bilan topsak bo'ladi. Buni A deng nova 26 plus J minus F A. Keyin yuqoridagi narsani bir turibdi. A deng nova yuqoridan topib oladigan bo'lsak 5708 minus F minus J bo'ladi ekan. Shunday sistema berilgan nom bizga tipa. Shu sistemani ishlashimiz kerak. Nishab ishlaymiz, hammasini bir xil narsaga bog'lab olib borish kerak edi bularni. Xo'p, yuqorida A ning nova tengligini topib oldik. Ikkinchi o'rtadagi A olib borib qo'yamiz. Olib borib qo'yadigan bo'lsak, F plus 204 teng bo'ladi ekan 26 plus J minus F bo'ladi ekan. Minus F bo'ladi ekan. Bu yerdan non topib olamiz. Davay J ni topib olamiz. Bitirib olamiz boshqa hammasini bu yana 2F bo'ladi. Keyin bu yon tarafga minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, yana bu 204 edi. Plus 204 edi. Shuning yonidan minusdan 26 geldi. Bu narsa esa J ga teng bo'lib qoldi. Ana biz J ni topib oldik, nova tengligini. J ni A ni F bilan birga bog'lab topib oldik. Endi bularni hammasini olib borib ina bera qo'ysak bo'ladi. Bera qo'yib yurish shart emas. No, bera qo'ysazlar ham chiqadi. Ina bunga qo'ysak tezroq chiqadi. Bir tarafa o'tgan. Shunda hammasini no bilan chiqardik. F bilan chiqardik. A ni o'rnina biza yozamiz. Boshda F ni o'zini yozamiz plus A ni o'rnina F plus 24 qo'yaman. Bu yerdan keldi. Ina bundan keldi. Shu narsani ikkiga qo'ydim bu yerga. Keyin J ni o'rnina esa ina buni ikkiga qo'yaman. Bom F bilan chiqdi. J ni o'rnina yozaman. Plus 2F plus 204 minus 26. Shunda bu 5708 bo'ldi. Ana bu yerdan F ni topib olaman. F ni topib olganlaringizdan keyin F deng bir konkret nechadir chiqadi. Osh chiqqan sonni ekkab har birine birma-bir qo'yasizlar. Ina bera ikkab qo'ysang J chiqadi, ina bera ikkab qo'ysang A chiqadi. Sendan nima so'rab turgan bo'lsa topib bilasan keyin. Вообще-то F ni o'zini topib turib, eng zo'r yo'li F ni o'zini topib turib ina bera ikkab qo'ysangizlar, shu F ni chiqqanini ina bera ikkab qo'ysangizlardan orqaga minus aytib o'tirib bersangizlar, bo'ldi. A bilan J ni ajjalni topish shart emas. Masalalar tamom shu bilan.